Xo'sh, nima maqsadda olasizlar kreditni? Singlimi turmushga beryotgandik. O'shanga 200 million zarur bo'lib turibdi. To'y rasxodlariga yetmayapti pulimiz ozgincha. Shunda singlingizni xarajatlarini sizlar qilib beryapsizlarmi to'yda? Ha, bu o'zi bitta singlim oyimdan qolgan yodgorlik. O'shanga o'zim hammasini joy-joyiga qo'yib chiqazmasam bo'lmaydi. Xo'p, 200 million oylik to'lovi 2 yilga olyaptilar, gaplashdim. 10 million 876 mingdan chiqyapti oylik to'lovi. Sizlar ma'qulmi? Qiynalib qolmaysizmi aka? Yo'q, aka, muammosi yo'q. Biroz pul tikib qo'ygan joylarim bor-da. Оборотimni yechkim keladi. Ha, uni ishlatmasdan biroz kredit olib qo'ymoq. 2 yil olib boramiz. Bo'ldi, qilib beramiz. 200 millioningizni chiqarib beramiz. Bir kun, uzoq 2 kunda. Agar dom bo'lsa, bir kun. Sizlarning qanada? Dom bizaniki. Dom. Bugun kechgacha plyus chiqarib olamiz. Naqd ko'rinishda 200 millionga 61 million yili 2 yilda qo'shib beryapsiz. Ma'qulmi? Judayam yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. O'rtoqlar, agar sizlarga ham 50 milliondan 300 milliongacha pul kerak bo'lsa, bemalol pastki nomerga qo'yasizlar. Garovga yashab turgan joy, noturar joylarni qabul qilamiz. Toshkent shahar, Toshkent ayrim joylaridan bo'lishi shart. O'rtoqlar, savdo bilan aloqada bemalol qo'yasizlar.